الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, alkışlar ve maktaşlar alemlerinin Rabbi bizning egimiz Allohga bo'lsin. Ve bütün yaxshi oqibat, yaxshi natija hushyorlarga bo'lsin. Dalam aman esenlikler, qo'llashlar ve destekler bu Rabbimizning peygamberi ve bizning rahbarimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ailesiga, sahabalarga ve kıyametkice onun yolunda mağan bütün yoldaşlarga bo'lsin. Amin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Bugünkü sohbetimiz Sure Tövbe 112. ayetten buludu. Bu ayet tüngün sohbet kılgan ayetin ahirsi. Tüngünki ayet 111'ti, bugünkü 118, 112. Allah bilen ebediyet sodisi kılgan müminlerinin sübetleri hakkında buludu. Allah Teala bu ayet şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Et-taibunel, abidunel, hamidunel, saihunel, raki'un. Es-sacidunel, amiruna bil ma'ruf, والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Qarindoshlar, tünginki ayette shundoq deyilgandi. Bu dunyodagi eng büyük haqiqat shudur ki Allah mu'minlardan ularning jonlarini ve mallarını setib oldi. Cennet berish bedeliga. Allah cennet beradigan bo'lib, insonlar jonlarini va mollarini beradigan bo'lib, Allah bilan bir savdo qildi. Bu savdoda Allah bilan mu'minlar tutishdi deyilgandi. Demek ki biz bu dünya hayatida büyük bir savdo ustida. Bu savdo nim bilan bo'ladi desa, bu savdoni buzadigan dushman bekchiq bu dunyoda. Shuning uchun bu dünyada öz savdomizni, Allah bilan qilgan savdomizni, o'zimizning manfaatini qo'g'dab qilish uchun bizning manfaatimizga daxl ta'ruz qiladigan raqiblarimiz bilan urush qiladigan bir dunyo bu. Bu dünya demek, bu dünya hayatı demek, urush meydanı demektir. Köreş meydanı, elişiş meydanı demektir. Biz mu'min bo'lgan qaraganda, Allah bilan savdo qilganimiz qaraganda, bizning raqiblarimiz kimlar? Bizning bu savdomizni buzishga tirishadigan dushmanlarimiz. Allah'ның düşmanları, bizning düşmanlarimiz. Mesela bu dünyadaki biz Şarkı Türkistanlıkның düşmanları, Xitay tecavüzçileri. Her milletning, her ümmetning özü küçük düşmanları buludu. Hem de biz bu ayetni Uyghur halkı okup, Uygurca tebliğ kılıp olduğumuz qaraganda, bu ayetning muhadibi Şarkı Türkistan halkı. Şarkı Türkistanның düşmanı kim? Şarkı Türkistan halkının düşmanı kim? Xitay tecavüzçileri. Endi biz bu mushu savdo shuuri bilan o'zimizning manfaatini qo'g'dash shuurimiz bilan urush maydonida ekanligimiz shuuri bilan yashashimiz kerak. Endi bu savdoni qazanadiganlarni mu'minlar dedi Allah. Endi hammamiz o'zimizni mu'min deymiz. Allah'ning degan mu'minlik sifati bilan bizning amaliyotdagi hayatımız, halimiz mos kelamdi, kelmamdi. Endi bugungi oyatdan bilamiz. Bugungi oyat shu urush shuuri bilan, jihad shuuri bilan, yo'g'on manfaat shuuri bilan bu dunyoda yashaydigan mu'minlarni tushundirdi. Biz endi bu oyatni beshimizga kiyib eqib mazmunini biz mush turga kiradigan bo'lsak, bizga xush bishoratlar bo'lsin, mujdalar bo'lsin. Eğer onun kirmeydiğin bolsa qarindoshlar, o'zimizni isloh qilishimiz lozim. Ma bugungi oyatning mazmuniga moslash qitirishimiz lozim. Ayet shundoq deydi. U
küreş şuuru bilen bu dünyada yaşap o büyük sodunu Allah bilen kılıp maqsadga yetkichilar, g'alaba qilg'uchilar va muvaffaqiyat qozong'uchilar kimlar bu dunyoda degan vaqtda Alloh deydi, birinchi sifati at-taibun, tavba qilg'uchilar. Endi tövbe qilg'uvchilar deganda normalda biz bir gunoh qilib qolsak tövbe qilishni shuni ko'zda tutamiz. To'g'ri. Gunoh qilgandan keyin tövbe qilamiz. Endi bu kurash shuuri bilan yashayotgan odam bu dunyodagi eng yo'g'on dushmani nima? U kurash shuuridan bizni ayirib etib, bu dunyodagi vazifamizni qilg'ili qo'ymaydigan eng buyuk dushman nima? Eng buyuk gunoh nima? Payg'ambar alayhissalom bu haqda hubbud dunya ra'su kulli xatiya degan edi. Bizni yo'ldan chiqaradigan, kurash shuuridan ayirib etadigan birinchi numurliq dushman dunyo sevgisi. Diqqat qilaylik, sevgi insonning qalbida bo'ladi. Agar dunyoni yuragimiz bilan sevsak, dunyo parast bo'lib ketamiz. Shuning uchun dunyoni qalbimizga kirgil qo'ymaymiz. Chunki bu qalb Allohning kirdigan yeri. İnsanın qalbi Allah'ın turdigan yeri, dunyoning turdigan yeri emas. Biz aqlimizni ish qilamiz, zehnimizni ish qilamiz, kuchimizni ish qilamiz, iqtisodimizni ish qilib, iqtisod topamiz, pul topamiz, dunyo topamiz. Nima uchun topamiz? Uni suyash uchun emas, uni sevgimiz Allah yo'lida qilish uchun. U Allohning rizosini qo'lga keltirish uchun topamiz. Bizning mahbubimiz bo'lgan Allohni rozi qila oladigan uchun shu dunyoni xeylaydigan bo'lg'achqa bizning vazifamiz bu dunyoda. Shuning uchun dunyoni topamiz. Pul tepib, dunyo tepib Allohni rozi qilaydi deb topamiz. Shuning uchun biz bu dunyoni topamiz deb yo'lga kirgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning ifodasida bu dunyo bek yeshil, bek jalbikor, insonning qalbini jalb qilib turdi degan. Dunyoga kirish bo'yicha dunyoga maylulab ketamiz. Zaten mal degan gap mayl yiltizidir. İnsanni mayl qiladigan, o'ziga jalb qiladigan degan gap. Bumi Alloh bilan mal o'tirisidagi bizning siniqimiz. Bu dunyoda yashash jarayonida pul mal topmasak bo'lmaydi, ishlamasak bo'lmaydi, hayotimizni qamdamasak bo'lmaydi. Shundaqda pul topib kiramiz. Ammo kurash shuurini kallamizdan chiqarib qo'ygandan keyin mal bizni o'ziga tortib ketadi. Xabarimizda bo'lmay turib, o'zimizning yo'ldan chiqib ketganimizning xabarimiz bo'lmay turib, yo'ldan chiqib qolamiz. Shuning uchun toib degan shunda qarab turib, shu kurash shuurini o'zimizga o'lcham qilib turibmiz yo'lda. Mashina haydaydiganlar yo'lda menda o'zimizning liniyasi, menda sizib qo'ygan. Şu lane'den çıkıvatımı çıkıvatmayımı dep haydaymiz. On tarafga chiqarsak so'lg'iroq tortimiz, bek so'lga chiqarsak on tarafga kirek tortimiz, ash liniyaning ichida haydashga tirishimiz. Shunday qilsak qazo chiqmaydi. Shuningdek, bu dunyodami biz shu kurash shuuri bilan yashagan vaqtimizda, hamma bu dunyoga kurash qilg'ili keldi. Bu dunyoni haylash orqali mahbubim Allohni rozi qilg'ili keldim deydigan shuur kallamizga yerlashganda, Allah qalbimizga yerlashganda biz da gunohga ketkil to'saqlam tövbe qilamiz. On tarafga chiqib qoldim, astag'firullah. Amiyada sol tarafga chiqib qoldim, astag'firullah. Har qanday turdagi gunohni qilib qolgan vaqtimizda tövbe qilamiz. Va idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Shunda bir yomon ish qilib qolganda yoki o'zlariga zulm qilib saqanda mu'minlar zakarulloh Allohni xotirlaydi. Alloh bilan qilgan sodini xotirlaydi. Alloh xafolab qilishmam yadi deb hemen Allohni xotirlab nima deydi? Fastaghfiru li zunubihim. Gunohlarga istig'for aytadi deydi. Shuning uchun bu turdagi bu yasham ostidagi insonlarni nima deydi? At-taibun. Kurash shuuri bilan yashab yo'ldan o'ng tarafga yoki so'l tarafga chiqib turgandan keyin tövbe qilib asli liniyasiga qaytib oladiganlar.
Qaytmagalyço, liniyadan çıkıp ya yoldan çıkıdı. Ya kaza buludu, ölüdü. Bir sebepten halaketke uçraydı. Şonuň üçin kaza çıkarmak üçün, çıkarmaslık üçün liniyanın ortasından sıratı mustaqim demek işimiz lazım. Bu tipdeki musulmanlarning bu hayatını yaşayan insanlarning ismi, Kur'an'daki ismi et-taibun, taiblar, tövbe kılgıçılar degan. İkinci sıfatı nima? El-abidun. Abd ekanligini, bende ekanligini, bendelik şuuru bilen yaşaýarlar. Abd degan ibadat yıltızından, ubudiyet yıltızından qarindaşlar. Abd degan Allah'nınki kulu dep tercüme kılımız, yoki Allah'ның bendesi dep tercüme kılımız qarindaşlar. Endi bunu hem de Uygurca tilimizde başka kelime bolmagaçka şundaq dep tercüme kılımız. Esli bir insan üçün Allah'a abd ulaş en yuqori maqam. Mesela Müslüman insaniyet içinde Muhammed Aleyhisselam birinci numaralı insan. Allah'a süyümlükte, Allah'ın dostu, Habibullah deyildi, Allah'ın dostu deyildi Muhammed Aleyhisselam'a. Nime için Allah Muhammed Aleyhisselam'ı o kadar söyledi? Şunun için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Guvalık vermen ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın abdi ve peygamber deyimiz. Peygamberlik bek yok makam. Allah miyade abdi ulaşını peygamberlikten üstüge koyadı. Aldı. Birinci orunda abdini koyadı. Allah'a bende ulaş karandaşlar. Bek büyük şeref. Bunu düşünüş için karandaşlar. Üzümüz yaşavatkan bir devletinin birinci numurluk prezidentinin ya başbakanının ki hizmetçisi olup şu anda iş kılınganlığımızı nes kılaydı. Fəxirlenimiz go. Men degenin ki, muş devletinin başlığının ofisinde işleymen, şu adaya katiplik kılmen. Hatta öz süpürdiği iş olsunmu, men Palaniyada işleyim deyip tarif kılımız. Ama Allah alemlerinin yaratkuçisi. Bizden mi yaratkuçumuz? Yoktan bar kılalaydıgan, bəxtsizni bəxtsiz kılalaydıgan bir zat. Çeksiz kudret sahibi Allah. Bu Allah'a abd ulaş. Abd ulaş degen u Perverdigarning, u Allah'ның hizmetini kıldıgan bulaş. U Allah'ның razı kıldıgan hizmet, onunla tegip kılış. Boptu men razı kıldıgan hizmetini sen kıl dep, u rızay ilahi hizmeti bir insan birilse, onunla yoğun makam bolmaydı. Abd degen bek yoğun makam. Endi bunu tercüme kılgan vaqtda Allah'ның kulu desek, bizning insan kul ulaş bek sert bir iş bu. Mesela Xitayga kul ulap kaldık, nefretlenimiz. Dünyada her kandak bir insana kul ulap kalsak nefretlenimiz. Tabiat kütemeydi. Normal bir insanın tabiatı, insanlık süptülen bolsa insanda başka bir insan kul ulaşını insan tabiatı kütemeydi. İnsan süpetlik insanlarını körsek, o esli insanlık süptünü yok kılıp oğalla. İnsanlık süptüden ayrılıp oğa insanlar. Şunun için Xitay bilen birlikte yaşayımız, zaten bizni yaşağı koysalan buludu, biz aciz oğankin, bu dep Xitay bilen birlikte yaşaşıklar zası oğan insanlar, insanlığını yoktip oğan insanlar. İnsanlık salahiyeti yok. Normal bir insanda insana kul olup yaşaş yok kardeşler. Şunun için kul bulup yaşaş, bende olup yaşaş, pekatlam Allah'a bende ulaş biz için yarışırdı. Çünkü insandan pekatlam Allah üstün. Allah'tan başka hemen nerse insandan tüven dururdu. İnsan Allah'ın şah eseri. Allah'dan insandan yukarı durduğun başka bir mahlukat bulmagandı ki biz Allah'tan başka her kandak nersege çokungandan keyin onu bendelik kılgandan keyin onun kul olganlık kılgandan keyin özümüzün salahiyetini yege uğan bulamiz. Şunun için Allah bir insanın Allah'tan başka hiç kimge kul oluşunu halamaydı. Allah özünden başka her kandak adamga kul olap kalgandan keyin onu şirk dep ataydı. Başkalarga kul olganny şirk, öz nefsiga kul olganny kibir dep ataydı. Şunun için şirkden mi köçürme yok?
Kibrning köçürümü yok. Kalbide zerre kadar kibir bolgan avtomatik udul cehennemge kirdi degan hadisni so'zlanish sababi bu. Şuning uchun Allohga qul bo'lish bek sharafli bo'lg'achqa bu kurash shuuri bilan yashaydigan davomli xos shuur bilan yashaydi, abid yashaydi. Men Allohning bandasi juma, men o'zimning salohiyatimga kuchli ish qilishim lozim, yo'g'on ishlarni qilishim lozim, oliy janob bo'lishim lozim, yo'g'on himmat, eng yuksak himmatdagi inson bo'lishim lozim. Mening g'oyam eng yuksak bo'lishi lozim. Allohni rozi qilishdan boshqa, ya'ni yuksak g'oyalardan yana boshqa qanday g'oya bor? İnsan deganda hozir men Xitoy qullab qopdi, ashundan qutulish eng muhim ekanjimi? Xitoydan qutulmasak, Xitoy qul bo'lsak, Allohga shirk qatgan bo'lamiz, salohiyatimizga yarashmaydi ekan. Bendiga bendi qul bo'lishga bo'lmaydi ekan bu. Deb o'lgidek darajada qo'rqib Xitoyga qul bo'lishdan, Xitoydan qutulib ketishni g'oya qilib, yoda Xitoydan qutulish, Xitoy tajovuzchilaridan qutulish. Muşundaq his tuyg'u bilan, mush kurash shuuri bilan yashagan odamni abid deydi. Yana bir sifati nima? El-hamidun. Hamd aytganlar. Hamd aytganlar nima degan gap? Allohni danglab, Allohni hamd sano bilan yod etib turadiganlar. Nima uchun Allohni danglaymiz qarindoshlar? Allohning ya bizning hamd sanomizga ehtiyoji bo'lmasa, butun insoniyat maqtasa Allohga zarra qadar foydasi bo'lmasa, bütün insaniyet Allah'ını tıllısa zerre kadar zararı bulmasa, neyim için Allah'a hamd sana etimiz? Allah'ın ihtiyacı bulmusu mu? Neyim için biz hamd sana etimiz? Neyim için Allah hamd sana etken insanlarını, hamid boğan insanlarını bek yaxşı kırdı dese kardeşler. Allah'a hamd sana, Allah'ını tunuğan insan hamd sana etidir. Allah'ın ma dünyada koyup koygan kanuniyetlerini tunuğan insan Allah'a hamd sana etidir. Mesela Kur'an'ı okuyumuz, bir narsa ügünümüz. Kur'an'dan ügenen narsimiz ne? Dünyadaki hayat qarab baksak, emniyet yüz doğru çıkıvatqa. Allah Kur'an'da nimi degen bolsa, hemmisi bizning hayatımızda yüz doğru çıkıvatqa. Şunun bilen fiziki noktasidan qarasaqmı, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degizivatqa. Kimya ilmidan qarasaqmı, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degizivatqa. Biyologiyalik noktası, meyli ictimai fen olsun, meyli tabii fen olsun, xas fen noktasından Allah'ın muşu dünya koyup koyduğun kanuniyetlerini tetkik kılıp, şunda akı kırgan dikilim, akıda Allah tuğan. Hem kanuniyetlerini Allah koyup koygan. Bu koyulgan kanuniyetin hemmisi bizning menfaat uchunmiz tuğan. Bu kanuniyetlerge qarab baksak, Allah'ın bizni ne kadar suyduğanlığını düşünemiz. Bu kanuniyetlerge qarab baksak, Allah'ın bizge ne kadar ken qo'saq ekanligini, Allah'ın ne kadar sehi ekanligini düşünemiz. Bu kanuniyetlerge qarab baksak, Allah'ın ne kadar merhametli ekanligini, bütün muşu dünyadaki hikmetlerinin hemmisini bizning baxtimiz uchun yaratganligini düşünemiz. Bunu düşüngenden keyin bir insan nima deydi? O ya Allah, hazır kadar mening tushunganim hech nima emas ekan. Allah mushunchalar narsalarni meni deb yaratgan shu dunyoda. Allah meni shunda so'ygan tursa, menga ehtiyoji bo'lmay turib. Allah mening manfaatimni shunda o'yinni tushunib shu dunyoda shu qonuniyatni qo'ygan bo'lsa, men hozirga qadar ajab g'aflat o'tibdiman. Bütün hamd sana Allah'a bo'lsin, maqtashlar, alqishlar hammasi Allah'a bo'lsin. Yüz qo'llayman men Allah'ni. Men Allah tarafdori, Allah'ni rozi qilish tarafdori deb, Allah'ning ne'matiga qarasaqmi, qudratiga qarasaqmi, ilmiga qarasaqmi, hikmatiga qarasaqmi, azmatiga qarasaqmi, hamma narsa bizni nishon qilgan holatda Allah shunday yaratdi, shunday Allah shunday faoliyat qiladi. Biz buni tushungandan keyin nima bo'lamiz ekan? Tushungan ariflar u qo'lga keladigan ma'rifat sayesinde Allah'ını o kadar tunuydu ki Allah'a devamlı hamd etip durdu. Şunun için bu kurash shuuri bilan yashaydigan insonlar Allah'ını razı qilsam bo'ladi. Az so'dida men qazanganlardan bo'lsam bo'ladi deb kurash shuuri bilan yashaydigan insonlar bu dunyodagi
qonuniyatning hammasining bizning ash sodini qozonishimiz uchun yaratilganligini biladi. Allah men tushunmagan bilan Allah mushu sodini Allah bilan aramizdagi sodini qozonsin deb mushunchalar hikmatlar, mushunchalar ne'matlarni yaratdi. Hamma narsa men uchun ekan deb Allah'a hamd sana aytib maqtagan sira maqtagan sira ruhi kuchlanib, maqtagan sira irfoni kuchlanib, ma'rifati yo'g'inab Allah'ni maqtab bilan turadigan insonga aylanadi. Hamd sana aytib bilan turadigan insonga aylanadi. Shuning uchun kurash shu'uridan yashaganlarning yana birisi hamidun. Yana birisi yana birisi as-saihun. Sayahat qiluvchilar, seyyahlar. Endi sayahat qilish bilan bu Allohga kurash qilishning nima aloqasi bor deymiz qarindoshlar. As-saihun kelimasi saih, seyyah, sayahat yildizidan chiqadi. Allah bu yerda sayahat qilganlarni bek yaxshi ko'rdi. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar? Sayahat nima uchun qilinadi? Sayahat şu kurash shuuri bilan men shu dunyoda shunday bir ulug' vazifam bor. Bu vazifani ado qilish jarayonida mening xabarim bo'lmay qolgan boshqa yaxshi ishlar bo'lgan bo'lsa dunyoda men bilmay qilib men boshqalardan keyin qolmayman. Men bir tekshirib boqay dunyoni deb safarga chiqadi. Safarga chiqib butun dunyoni sayohat qilib ko'rib, falan yerdagi insonlar bizni yaxshiroq qiladi ekan. Mana bizmi shunday qilsak bo'ladi ekan, menmi hayotimga shuni tatbiqlay deb yaxshi narsalarni o'rganib hayotimizga tatbiqlash uchun, davlatimizga tatbiqlash uchun sayohat qiladi. Agar yomon narsalarni ko'rsa-chu, biz musulmon menda yaxshi odatimiz bor ekan, mahaqli musulmon bo'lmag'achqa menda illatlar bor ekan, yomon illatlar bor ekan. Mush yomon illatning tufaylidan buning hayoti shunday holga sifatsiz holga kelib qolibdi. Biz bundan ibrat olishimiz lozim ki, bizning millatni mushning oldini mushaqdek bo'lib qolishning oldini olish uchun manda tadbirlarni qo'llansa qildi ekan deb ibrat olish uchun, tadbir olish uchun boshqa insonlarning yomon oqibatini ko'rish uchun sayohat qilamiz. Allah zaten Qur'oni Karimda qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaddibin. Muhammed alayhisalom da ummatinga sayr qilinglar, sayohat qilinglar, dunyoda bir ko'ringlar. Allah'ni inkar qilganlarning oqibati qanday bo'ldi, shuni ko'rib chiqinglar. Biz dunyoning hamma bulunquchqaqlarda Allah'ni ve Allah'ın Resulü'nü inkar kılgan milletini yok kıldık, halak kıldık. Bu bir kanuniyet. Allah'a karşı kelgen ve Allah'ın Resulü'ne karşı kelgen ümmetinin, milletinin yok oluşu mukarrer. Bu bir Allah'ınki kanuniyeti. Sünnetallahilleti kad halet min qabl ve len tecide li sünnetillahi tebdile. Bu Allah'ın ezelden ebedkiçi kilip atkan bir sünneti. Üzüki karşı kelgenlerini, karşı çıkanlarını yok kılıytıdan bu sünnet Allah'ın sünneti. Allah'ın bu sünneti herkes özgertemeyse deydi Allah. Bunda bo'lgandan qarindoshlar, sayohat bego'g'in ibodat. Hozirgi zamonda sayohat desek, ko'ngil achish uchun sayohat qilamiz ya. Masalan, Beshavatga keldi insonlar sayohat qilamiz deydi. Meksikaga borib o'ynab keladi. Amerikaning Kaliforniya degandek chiroyli yerlarga, issiq yerlarga borib o'ynab keladi. Başka yerde başka yerga berib o'ynab keladi. Ko'ngil achish, nafsini kuchlantirish, nafsining zavqini ziyoda qilish uchun, o'zining nafsi uchun pul qaylaganni hozirgi zamonda sayohat deydi. Bu bir shaytoniy sayohat. Normalda bizning dinimizdagi sayohat bek ulug' bo'lg'achqa qarindoshlar. Shuning uchun sayohat deyilgan vaqtda burungi zamonda jihodga chiqqanni sayohat deyildi. Masalan, Osmanlı'mı cihatga chiqqanni safar deydi mesela. Seferge atlanıyoruz, seferge deydi. Bu cihatni sefer deb ataydı. Mesela sefer bizden, zafer Allah'tan deydi o. Yani cihat bizden, g'alaba Allah'tan degan gap. Ulayna cihatni sefer deb ataydı. Burungi zamonlarda sefer qilish oson emasdi. Shuning uchun sefer sakarga teng deyiladigan gap bor. Sefer degan bital F'ning bital chekiti bor-ku, uning bital chekitini qo'yib bersangiz saqar bo'ladi degan gap.
Saqar degan jahannamning ismi. Ya'ni jahannamga kirib qolganda qiynaladi deydi. Shuning uchun buning sharoitlarda ot bilan, tugi bilan yoki mengib sayohat qiladigan o sharoitlarda qarindoshlar sayohat qilish bek ig'ir bir ishdi. Shuning uchun sayohat qilganga erkek mard kishilar Allah rızasını deb yo'lga chiqishga jasorat bor odamlar qila oladi sayohatni. Shuning uchun Allah bu yerda shu kurash shuuri bilan yashaydigan insonlarning saihun ekanligini deydi. Endi hozirgi zamonga tatbiq qilsak, hozirgi zamonga tatbiqlagan vaqtimizda bu saihun nima? Tadqiqotchilar desak bo'ladi masalan. Bir tadqiqot komiteti desek, bular bir narsani tadqiq qilish uchun masalan, Allah bizga manda ishlarni farz qilibdi. Biz Allah'ni razı qilishimiz shart. Bu dunyoda kurash uchun keldik. Kurash qilishimiz uchun, kurash qilib Xitoy tajovuzchilari bilan kurash qilib Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz uchun nima qilishimiz lozim? Bir sayohat guruhini qilaylik. Masalan, falani davlat burungi zamonlarda urush qilib davlatni mustaqil qilib keldi. Ular qanday qilib mustaqil qila oladi? Ularninki harbiy kuch qandaqdi? Düşmanning harbiy kuchi qandaqdi? Bu chaqdagi siyosiy sharoit qandaqdi? Ular diplomatik qandaq usullarni qo'llanadi degandek, shu komitet boshqa mustaqil bo'lgan davlatlarning mustaqillik jarayonini tadqiq qiladigan bir davlat bo'lgan bo'lsa, shu yerga berib o'rganish, o'rib tadqiq qilish, bumi kiradi. Tadqiqot, mayli ilmiy tadqiqot bo'lsin, mayli millat manfaati uchun öz davlatimizning mustaqilligini qo'lga keltirishimiz uchun har qanday turdagi tadqiqot turini Qur'on terminologiyasida sayohat deb ataladi. Endi bu saihlar, endi biz Sharqiy Turkiston xalqining ichidan chiqqan saihlar qanday odamlar degan vaqtda kurash shuuri bilan yashaydigan Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlar. Mustaqilligimizni asliga keltirish uchun burunqilar qanday sayohatga chiqqan bo'lsa, biz ishimizni, kuchimizni tashlab qo'yib, mush yo'lga atlana olsak, saih bo'lamiz. Bu yo'lga atlangandan keyin tashviqot qila oladiganlar tashviqot qiladi. Pul topa oladiganlar pul topadi. Xalqimizga pul topishni o'rgatadi. Andan keyin pul topgandan keyin buni Alloh rizosi uchun xayrlashni o'rgatadi. Boylarimizning ichidan shunday bir sayohatda chiqishi lozimki, hem o'zi pul topa oladigan, hem xalqimizga pul topa oladigan yo'llarni o'rgatish lozim. Ey Uyg'ur boylari qizg'anmanglar. Biz Uyg'urlarning nüfusimiz az chet elda. Hammamiz boyolab, millioner bo'lib ketgan taqdirda, milliarder bo'lib ketgan taqdirda dunyoga ta'sir ko'rsatishimiz unchalar ishtiqlab ketmaydi yana. Bizning nüfusimiz az. Shuning uchun birimizni qizg'anmaylik qarindoshlar. Bilgan manfaatli narsalar bo'lsa o'zaro o'rgatishaylik. Xalqimizga pul tepayotgan bo'lsak, pul tepishni o'rgatishaylik. Ma dunyoda nihoyat manfaatli bir ilmlar bo'layotgan bo'lsa, xalqimiz bilishga tegishlik hozir yangidan chiqayotgan ilm sohalar bo'lgan bo'lsa, ma xalqimizning xabari bo'lmayotgan bo'lsa, xalqni xabardor qilaylik. Ey xalq, ma Xitoy manda taraqqiy qildi, ma G'arb davlati manda taraqqiy qildi. Biz Xitoyga taqobil turish uchun ma'u sohalarda yetishga adimiz bo'lmaydi. Miyaga manda qilaylik deb xalqimizni yo'llaydigan, xalqimizni yo'lga soladigan insonlar chiqishi lozim. Buni yana saih deyiladi. Endi buni saihunni hozirgi zamonda tadqiqot dedik. Mush tadqiqotchilar kurash shuuri bilan tadqiqot qilib, millatni uyg'otib, millatni tirildirib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga tirishadigan turdagi insonlarni saihun deyiladi. Qarindoshlar, bugun bu oyatni yana bitkizmay qoldik. Inshaalloh etganlikka davom qilamiz. Allah bizlarni shu sifatlagan taibunlardan qilib etsin, abidunlardan qilib etsin, hamidunlardan qilib etsin, saihunlardan qilib etsin qarindoshlar. Allah bizni o'yg'oqlardan, tiriklardan qilsin. Allah yaşayan müddetçe kurash shuuridan ayrilmasin. Yaşayan müddetçe dünya muhabbetine emas, Allah muhabbetine bersin. Tapqan dunyomizni Allah rızası uchun xeyliyalaydigan mardlik ata qilsin.
Yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ölgen vaktimizde, ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayırmışsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.